Assalomu alaykum yurtdoshlar, guruhimiz a'zolari. Xudo xolasa muolajamizdan endi xabaringlar bor. Asosan shu apiterapiya bilan, ya'ni biologik maxsus nerv nuqtalariga asalari chaqtirish yordamida qilardik muolajamizni. Bunga qo'shimcha endi giyohlardan foydalanardik. Endi giyohlarimiz ham har qanday kasallik turlariga bor giyohlarimiz, xudo xolasa. Effektlari ham yaxshi bo'lyapti. Endi bunga qo'shimcha yana hajomani qo'shib oldik muolajamizga. Zulukni qo'shib oldik, zuluk terapiyasini. Hozirda zuluk bilan ham muolaja qilishni boshladik, xudo xolasa. Shuni e'lon qilib aytib qo'ymoqchi edim. Endi bizga kelayotgan bemorlar, birarga bemorlarimiz, deyarli ko'pchiligi og'ir holatda kelishadi. Bu yerda davolanib shifo topolmasdan kasalliklarni jiddiylashtirib olib keyin yetib kelishyapti. Deylik, mana poliartrit kasalligi. Poliartrit kasalligi bor insonda qo'shimcha endi davleniya bilan ham kelishyapti. Ham poliartrit, ham davleniya, ham grija bilan kelayotgan bemorlarimiz bo'lyapti. Endi bu degani bemorimiz jiddiy holatda degani, kasalliklar turlari ham ko'payib ketgan, jiddiylashib ketgan holatda kelinyapti. Shuning uchun muolajamizga yana zulukni qo'shib oldik. Bu zuluk ham mana davleniyalarga, yana boshqa kasalliklarga, juda ham ko'p turli kasalliklarga foydasi yaxshi bo'ladi. Shuning uchun buni muolajamizga qo'shib oldik. Maqsadimiz shu jiddiy holatda kelgan bemorlarga tezroq natijaga erishish maqsadida. Endi bu kompleks davo ketadi, xudo xolasa. Muolajamizda 4 ta yo'nalish bo'lyapti. Asosan shu asalari bilan, unga qo'shimcha giyohlar va hijoma, zuluk bilan. Shu 4 ta yo'nalishda muolaja qilinadi. Endi birarga bemorlarimiz faqat shu grijani o'zi bilan keladi. Bu grijani o'zi bilan kelgan bemorga asosan shu asalari bilan davolaymiz. Unga qo'shimcha hijoma qilishimiz mumkin. Biror xil bo'g'irlar kasalligiga, grija kasalligiga beriladigan giyohlarimizdan berishimiz mumkin. Bu ham endi bemorlarda kelganidan keyin holatini, kasalini aniqlashtirib, shunga qarab turib tavsiya qilinadi. Deylik, bitta bemor keladigan bo'lsa, 4 ta yo'nalishda muolaja qilinmaydi. Qachonki bemorimizda kasalligi ko'p bo'ladigan bo'lsa, turlari ko'payib ketgan bo'lsa, jiddiy holatda bo'ladigan bo'lsa, shu 4 ta yo'nalish bo'yicha yondashilinadi muolajaga. Birarga bemorlarimiz agar kasallik oddiy bo'ladigan bo'lsa, faqat asallarning o'zi bilan davolaniladi, boshqa muolaja turlari qo'shilmaydi. Shuni aytib qo'yishim kerakki, endi bu 4 ta yo'nalish bilan ketilinyaptimi, xudo xolasa natijalarimiz juda ham yaxshi bo'ladi, effektiv bo'ladi. Allohga shukr, hozirgi kungacha kelayotgan bemorlarimiz hammasi shifo topib ketishadi. Umuman kelgan bemorlarimiz shifo topmagani bo'lmaydi. Avvalambor Alloh shifosini bersin, qo'ldan kelgancha harakat qilinadi inshaalloh. Faqat shunday bemorlar bo'lyaptiki, kasalligini o'tkazdirib yuboryapti. Shu og'riq qoldiruvchilari bilan ko'p yurib qo'yishyapti. Ayniqsa shu poliartrit grijasi bor bemorlarimiz. Og'riq qoldiruvchini qilishyapti, og'riqlarini, simptomlarini, bezovtagarchiligini yo'qotyapti. O'sha holatda keyin vaqt o'tkazdirib ko'proq yurib qo'yishyapti. Bundan kelib chiqib kasallik ichkaridan jiddiylashib ketyapti. Chunki og'riq qoldiruvchilar bu davolovchi hisoblanmaydi-da. Davolovchi faqat tabiiy narsada bo'ladi. Shu tabiiy narsada davolanish harakatida bo'lish kerak. Endi ukol-dorini olib, og'rig'ini qoldirib, kimdir misol 3 oy yuryapti, kimdir 4 oy yuryapti, yana kimdir 1 oy yuryapti. Vaqt o'tgan sari kasallik ichkaridan kattalashib, jiddiylashib ketyapti. Shuning uchun bu og'riq qoldiruvchilardan foydalanmaslikni tavsiya qilamiz. Xudo xolasa tabiiy yo'nalishda bo'lgani uchun muolajamiz juda ham effektiv yaxshi bo'lyapti. Bu giyohlarimiz, hamma kasalliklar turiga giyohlarimiz bor. Xudo xolasa endi bu yoqda zuluk bilan muolajani ham boshladik. Zulugimiz Turkiyaniki eng yaxshi effektiv beradigan zuluklardan. Turkiyalik. Xudo xolasa natijalari yaxshi bo'ladi inshaalloh. Shuning uchun guruhimizga bu yangilik bo'lganligi uchun shuni aytib qo'yapmiz, bemorlarga tushuntirib qo'yapmiz. Shu 4 ta yo'nalishda xudo xolasa muolajamiz ketadi. Natijalar xudo xolasa juda ham zo'r bo'ladi. Ko'ngilda xotirjam qilib kelinaveradi. Guruhimizda yozib qo'yilgan kasalliklar bor. Ana shu kasalliklar tomonlama, agar sizda shu kasalliklar ro'yxatimizda keltirilgan bo'lsa, ko'ngilda xotirjam qilib kelinaveradi, muolaja qilib beramiz. Avvalo Allohdan, xudo xolasa yaxshi natijalarga erishiladi.
Salomat bo'lasizlar, sog' bo'linglar, kasal bo'lmanglar.